Akalar, assalomu alaykum. Mana payshanba kunga chiqib ketayotgan reysimiz haftada 4 marta bo'lib o'tadi. Bu avtobuslarimizda reyslar dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari xalqaro yo'nalishlar bo'yicha Toshkentdan Moskvaga va yo'l-yo'lakay shaharlariga bemalol ketsanglar bo'ladi. Samara, Penza, Rizan, Orenburg, Tolyatti shaharlariga bu avtobuslarimiz kirib o'tadi M5 yo'nalishi bo'yicha. Xudo xolisa bu avtobuslarimiz 4 marta yurib borilyapti. Ishonch nomerlarimiz qo'yib qo'yganmiz ekranda 93 258 80 80 nomerlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Qayerdansiz aka? Namangandan. Kamchiliklar yo'qmi? Qaysi nomer bilan gaplashib keldingiz aka? Necha nomer bilan gaplashdingiz? Nomerini ko'rsatadi, nomerini 80. Yoshlar yoqdimi joylar aka? Kamchilik yo'qmi? To'zmasa ham ketyaptimi avtobus? Nechinchi ketishingiz avtobusda? Meniki o'zi birinchi marta ketish. Xudo xolisa kelin to'p qolasiz aka. Sanksiya xizmatingizda akalar tavsiya qilasizmi Namanganlarga? 12 viloyat ko'radi aka bu videolar. Akalar bemalol voqea chiqaryapsizlar. Aka, yaxshimi? Kamchilik yo'qmi? Yaxshimi, hamma yo'q? Ha, yaxshi. Mana akalarimiz kelgan, ko'ryapsizlar, bu UzAvtoTrans avtobusi to'g'ri to'lmas yuradi. 100 marta aytyapmiz, 100 marta ogohlantiryapmiz. Ishonchli nomerlar qo'yib qo'yapmiz. O'zingizlar tanlovda adashib qolyapsizlar, akalar, adashmasdan voqea chiqaryapsizlar.